Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun Yakkasaroydagi obyektimizdamiz. Bu yerga pena-beton D500 plotностьda uklon bilan qilib beramiz. Xudo xolisa tom qismiga. Bu tomonlarimiz sekin tisoy qilinib, tekislanib, bitirilib kelinyapti. Bugun 3-dekabr. Xudo xolisa obyektimizni membranachilarga, gidroizolyatsiyachilarga tayyorlab beramiz. Xudo xolisa uklonlari bilan. Bu pena-beton yengil beton bo'ladi. Qaranglar mana. Plitadan 25 sm gacha ko'tarilgan eng baland qismi noli ketadi 10 sm ga. Eng past joyimiz 10 sm ga, 14-15 metr uzoqlikka 1 metrga 1 sm dan uklon qilib beramiz. Xudo xolisa. Bu mahsulotimiz do'stlar uyga tom qismiga ham lomboz o'rniga ishlatsa bo'ladi. Mana shunaqa apparatda shu kompressor bilan bemalol balandlikka chiqarib beradi. Xudo xolisa 5-6 etajgacha. O'zi uylar unaqa baland bo'lmaydi, 2-3 etaj maksimum bo'ladi. Bemalol spokойно chiqarib beradi. Lombozdan buni afzalligi do'stlar ancha yengil, teplоизоляtsiyaga juda ham yaxshi xizmat qiladi. Lombozdan ko'ra 7-8 barobargacha yaxshiroq teplоизоляtsiya qilib beradi do'stlar. Ustalarimiz sal uyaladi yuzaga tushishga. Shunaqa gaplar do'stlar. Charchamanglar, hammaga omad.